Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Yunusobod rayoni Bobodehqon mahallasida joylashgan 3.2 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoni umumiy kvadraturasi 365 kvadratni tashkil qiladi. Xonalarning soni 5 ta, 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Podvol birinchi va ikkinchi qavat. Oldi va orqa hovlisi bor. Video obzorda oldi hovli tarafdan boshladik. Bu joyda avtomat darvoza o'rnatilgan, hovliga kirish joy va alohida eshigi bor. Bitta katta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. Hovliga kirganimizda, eshik orqali hovliga kirganimizda chap tarafimizda zelyonniy zonasi bor. Demak, orqa hovlida yozgi oshxona va basseynlar bor. Video davomida bu joylarni ham ko'rsatib, iloji boricha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. 24 soat qorovullanadigan territoriyada joylashgan. High-tech stilda qurilgan bino. So'kil qismlariga tosh ishlatilgan va yer qismiga kafil bilan qoplangan. Bu joyda elektromobil uchun zaryadning ustroystolar ham o'rnatib qo'yilgan. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan uy. Uy ichiga kirib kelamiz. Birinchi qavatda oshxona, zal va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Uyga kirganimizda chap tarafimizda oshxona. Demak, kuxonniy garniturlar yasatilgan, o'rtada astrologi bor. Yaxshi texnikalar bilan jihozlangan. Uyga kirganimizda o'ng tarafimizda kattagina zal bo'lyapti. Zalning razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 3,5 metr. Bu joyda chillerni ustroystolar ham o'rnatilgan. Mana ahamiyat berishingiz mumkin patolog qismiga. Kattagina zal bo'lyapti. Domofon o'rnatilgan va kameralar bilan jihozlangan. Bu joyda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, xonadon egalari, uy egalari bu xonani dam olish xonasi qilib qo'yishgan. Demak, shunaqa 4,5 ga 4 razmerda bitta xona bor va bu xonada alohida o'zini yuvinish xonasi joylashgan. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonani ko'rdik. Har bitta qavat uchun alohida elektr shitlari o'rnatilgan va terma regulyatori bor. Va bu joyda birinchi qavat uchun umumiy hojatxona joylashgan. Demak, birinchi qavatda oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va ikkita sanuzel bo'ldi. Ikkita sanuzeldan bittasi mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan. Bu joydan demak, orqa hovliga o'tiladi. Orqa hovlining ko'rinishi yozgi oshxona joylashgan, kattagina joy zelyonniy zona uchun ajratilgan va bu joyda 6 ga 4 razmerda basseyn. Basseynning chuqurligi 1 metr 70 santimetr. Orqa hovlidan ham podvol qismiga tushsa bo'ladi. Orqa hovli tarafdan fasadning ko'rinishi. Mana shunaqa fasad ko'rinishiga ega. Katta daraxtlar bor. Magnoliya daraxtini ko'rishingiz mumkin bo'ladi bu joyda. Va bu joyda yozgi oshxona joylashgan. Bir burchakda tepasida navesi bor. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona joylashgan. Demak, keng zinalardan ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Zinalarning razmeri 1 metr 20 santimetr. Balandligi 15, stupenkasi 30. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda kichikroq hol qismi bo'lyapti. Va bu joydan balkonga chiqiladi. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda chap tarafda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan uy shu holatda sotiladi. Narxini albatta opisiyaga yozib qo'yamiz. Shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzel. Va bu joyda garderobni joylashgan. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxonaga kirib kelamiz. Yotoqxonaning razmeri 4,5 ga 4. Ikkinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzel. Bu joyda yana bitta xona. Demak, ikkinchi qavatda 3 ta
yotoqxona va ikkita sanuzel bo'ldi. Ikkita sanuzeldan bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan. Imoratning podval qismiga tushdik. Podval qismi ikkita xonadan iborat. Kattagina zal bo'lyapti. Bu joyda ikkinchi zal sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Bu ko'rsatgan xonamizning razmeri uzunligi 8 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Va bu joyda xuddi shu razmerda yana bitta xonasi bor. Va bu joyda kotelni joylashgan. Bu ko'rsatgan uyimiz Yunusobod rayon Bobodehqon mahallasida joylashgan 24 soat qorovullanadigan territoriya 3.2 sotuq yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 365 kvadrat. Xonalar soni 5 ta bo'ldi. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Podval 1 va 2 qavat high-tech stildagi uy qurilgan. Shunaqa chiroyli fasad ko'rinishiga ega. Yaxshi mahalladan yaxshi uy olmoqchi bo'lganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamimiz 99 856 70 80. Bu uy narxini opsioniyaga yozib qoldiramiz.